Xo'sh, hammaga salom, hello bo'ldi. Xo'sh, sizlar bilan bugun Oracle VirtualBox'ga Windows 10 ni ishlatib, kurs jarayonini ko'rib chiqamiz. Bir mamlakatdan mas'ul, atak tushunarli holda o'zbekcha tilda. Xo'sh, buni ikki xil usuli bor. Xo'jasiz fleshkani tiqib turib, notebookingizga fleshka orqali o'tkazib olib qilishingiz mumkin. Ikkinchi yo'l onlayn qilish, ya'ni hech qanday fleshkasiz. Agar fleshka tiqilmasa, sal tushunarsiz bo'lib qoladi. Xo'sh, uning uchun bizga bitta torrent kerak bo'ladi. Boshlaydigan bo'lsak, torrent manda bunisidan bor, ya'ni ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, men buni Microsoft Store'dan o'tkazolgan, Microsoft Store'dan o'tkazolgan nega? Chunki menda Windows 10 va ofisim o'chgan. Faqat dasturlash uchun qilinganligi sababli buni o'tkazganman. Atex'ga bemalol kirib turib, mana xo'sh, bu yerda mana shu torrentdan o'tkazib olishim mumkin. Ishlashi bir xil atay. Bu ham shu vazifani bajarib beradi va undan keyin Windows 10 asosida, ya'ni o'zingizga kerakli Windows 10 yoki 11 yoki 10 Pro yoki 8, 9 xohlaganinglar yoki kalinglarni shularni o'rnatib ko'rishingiz mumkin bemalol. Xo'sh, boshlaymiz va buni yuklab olgandan keyin men yuklab olingan chiqib turibdi. Ya'ni yuklab olingan, men bir necha marta uni oldin sizlarga ko'rsatish uchun o'zim qilib ko'rganim. Yuklab olgandan keyin xo'sh, bu yerda paket alishlarda menda ko'rishingiz mumkin. Bu yuklangan va tayyor turibdi. Xo'sh, buni hozir tanlab o'tirmayman. Buni tanlab открыть bosganingizdan keyin xo'sh, mana bu yerda progressda boshlaydi. Ya'ni yuklab olish boshlagandan keyin yuklab olish to'ladi. Xo'sh, to'l bo'lgandan keyin bundan chiqqan holda xo'sh, Oracle VirtualBox'ga kiramiz. Bu aslida menda o'rtacha versiya, ya'ni yangi versiyada ishlashingiz qiyinroq bo'ladi. Bu har doim bir oxirgi yoki o'rta versiyani olsanglar, o'zingizga ishlashingiz ma'qul. Ham pulsiz aminatda bemalol tekinadi. Tushunarli bo'ladi. Buni kirib olamiz va mana ko'rishingiz mumkin. Uni o'rnatib ko'rish keyin Sazdat o'tgan Windows yozamiz. Windows biz o'rnatmoqchi bo'lganimiz Windows 10 bo'lganligi sababli bu ko'rsatgan misolga adashimman. Xo'sh, Windows 10 oldingi papkani librat papku yarataveramiz o'zimizga bitta. Xo'sh, undan keyin bu yerda mana другой bosib turib, mana yuklab olganman, ya'ni bu torrentdan o'zi chiqadi. Mana shuni yuklab olamiz. Uni nomini ko'rganimizda pastda yuklangan turibdi. Xo'sh, bu yerda sizlarga uni nomini ko'rsatish esdan chiqib qolibdi. Xo'sh, bu yerda mana Microsoft Windows buni bosgan holda mana hozir boshqatdan ko'rsatadigan bo'lsak, другое. Короче, xo'sh, sizlarga aytgan bo'lsam, bu yerda Windows 10 yoki yonini bossanglar hozir mavjud tanlagandan keyin chiqmaydi. Ko'rsatadi sizlarga. Mana tanlabda bosganimdan keyin Windows 10, mana Windows 10 bo'lgan cho'g'rasiga Linux, Solar yoki Mac'larga buni ko'rsatib bo'ladi. Shu yerdan tanlab olishingiz mumkin. Mana buni bosib dalyaga o'tamiz. Xo'sh, parol bunga o'zingiz yozingiz mumkin. Masalan, mana xo'sh, user va 3 4 5 6 7 gacha parol. Endi sizlar xohlagancha qo'yishingiz mumkin. Parol xo'sh, bu yerda aslida kuch so'raydi. Ya'ni xo'sh, mana kuch bo'lishi kerak deb so'raydi. Mana bu kuch va dasturda pulli bo'ladi va hozir sizlarga kuchsiz yuklash ko'rsataman. Ustunuz avtomatik o'chirib qo'yarkanmiz, chunki bu kuch so'rayotgan. Shu buni o'zimizdan sizdan bilib oldik. Xo'sh, buni ko'paytirib kamaytirishni yozib qo'ying. Основной pamyat qilib, xo'sh, menda mana pamyat berilgan. Uchun bu 5000 qilib qo'ya qolamiz, mayli kerak mana. Xo'sh. Mana bu minimumi bor. Xo'sh. Buni 3 qilib qo'yamiz. Chastotasini razmer disk 50 MB turibdi. Mana 50 MB turgan bo'lsa, 50 GB, ya'ni buni o'zini holiga tushirib qo'yib qolamiz. Ishlashi bo'yicha. Xo'sh, dalyani bosamiz. Keyin готов. Va mana bizga ko'rishingiz mumkin, Windows 10 уже tayyor qilingan. Xo'sh, endi buni ishlatish, buni bosgan holda o'zini запустить turibdi. Запустitni bosamiz. Birozgina kutamiz. Agar ko'rmayotgan bo'lsa qo'lim
bo'lishi kerak. Bizda ochgandan keyin ozgina kutgan holda tezroq yuklaydi. Unaqa sekin cho'zilmaydi. Aslida torrentda salgina qolib ketishi mumkin, chunki torrent o'ziga ega bo'lishi bor. Mana ko'rishingiz mumkin, VirtualBox o'sha ochildi. Yana kodda qilamiz. Rahmat deydi. Mana o'sha Windows'imiz bizani tayyor. Xo'sh, ochyapti. Hol masalan, nastroyga qanaqa to'g'ri kirish ko'rsam, agar ko'rsatsa yoki promo kirib ketsa, bosib buni ko'ramiz. Xo'sh, mana oldin bosuvdi. Sizlar xohlasangiz o'zgartirishingiz mumkin. Mana rossiyskiy turibdi. Bu rossiyskiy qo'llanadi. Mana bu yerdan kelib turib o'zingizlar, xo'sh, O'zbekiston ham bor. O'zbekiston serverini ham ko'rdim. Yeringiz xo'sh. Qidirib ko'rishingiz bo'ladi. Bu yerda O'zbekiston ham bor, ya'ni O'zbekiston deb yozilgan bo'ladi. Mana O'zbekiston bor bizda, lekin bizda rossiyskiy qoldiradi. Rossiyskisi yaxshi. Xo'sh, dalini bosamiz. Ustanovitni bosamiz va yana ozgina kutamiz. Yuklab olishni. Mana endi sekin tanlash boshlayapti. Mana Windows 10 yoki Windows 10 korporativni, Windows 10 Pro. Mana biz siz bilan Pro'sini o'rnatib ko'ramiz mana. Windows 10 Pro'ni ishlatib ko'ramiz. Dali 64, chunki menda 64 bo'lgani uchun boshqa notebookda 32 bo'lsa, 32 ni o'rnatish mumkin. Dali. Xo'sh, vibrochni yana bosamiz. Vibrochni yana bosgan holda dalini bosib kiramiz. Va mana o'sha yuklab olish jarayoni boshlandi va bundan biroz kutamiz. Xo'sh, men ham ko'rishingiz mumkin yuklab olish jarayonini. Undan keyin bir ichkarisiga kirib turib bir ishlatib ko'ramiz. Xo'sh, keyin bu YouTube'ga joylanadi. Xohlasanglar like, podpis bosishingiz mumkin. Agar shunga qaragan holda biz o'zimiz qilib ko'ramiz, ya'ni ko'proq video chiqarish mumkin ham qilish menga foydali bo'lgan bo'lsa, endi menda birinchi marta video bo'lganligi sababli sal gapirish noqulayroq bo'lyapti va bunga o'rganmagan emas, haligina to'xtab qolish bo'lyapti. Ozgina kutamiz. Wi-Fi ga bog'liq, masalan, mana Wi-Fi ham salgina uzoqda bo'lgani uchun sal yaxshi ishlamaydi. Bu yergacha yetib kelish qiyinroq bo'lyapti. 3-4%. Ataksizlarda Wi-Fi tezligi yaxshi bo'lsa yoki kompyuterda bir o'zingizlar notebookda emas, kompyuterda qilmoqchi bo'lsangiz, kompyuterda ham bilsangiz, sim bilan ulanganmi yoki o'sha alohida tortib olganmi, shuni ko'ramiz. Sim bilan ulangan bo'lsa, xo'sh, bu tezroq yuklab oladi. Ko'rishingiz mumkin, o'zi yuklab bo'ldi. Bu 100% bo'lib turib, fayllarning komponentini установка обновления deyapti. Ya'ni обновлениесini ham tekshirib yuklab olish kerak. Ushbu paytda men to'xtatib turdim bilganingizdek, chunki buni vaqt o'tishi salga cho'zilgan bo'ldi. Jayoni ko'p cho'zilmadi. Menda xo'sh Wi-Fi tezligini inobatga olgan holda bir 5 minutligi, xo'sh, soat qaragan bo'lsa 5 minutligi cho'zilibdi. Xo'sh, savishini o'sha yuklab bo'ldi. Hozir sizlar bilan birga buni ishlatib ko'ramiz. Vot mana robot Windows 10 Pro, ya'ni 10 emas. Ataksizlar uni o'zini tanlashingiz mumkin. Vot mana. Vot mana ochilish shunaqa Windowslarda. Windows 10 Pro'larda shunaqa zagruzka qiladi bir o'zini. Xuddi biz hozir zagruzka bergandek bo'ldik. Kak. Biz tushuntirgan bo'lsak, почти tayyor bo'lyapti. Подготовка.
beyin o'sha qiyguncha menimcha ozgincha to'xtab tursak bo'ladi. Video ko'pga cho'zilib ketmasligi uchun. Xo'sh, azizlar, xo'sh, bu ancha ko'p vaqt oldi. Hozir o'sha pulsa qora ekran ko'ryapsizda, o'sha aylanib bo'ldi. Xo'sh, tekshirishi yana boshqatdan menimcha bir umuman qolgan bilmay qoldim o'zim. Endi buni ko'ramiz, balki endi hozir to'liq yuklab olgandir. Xo'sh. Ko'prikdan shu xo'sh, подождите, ilanverish kutamiz. O'sha lekin men tim ishlamishlar ko'rgan bo'lsanglar, xo'sh, bu yerda oq ko'rinyapti, o'zini misli masalan ko'k, ya'ni men buni favorang bilan bir xil. Sabr qilib kutsa bo'ladigan ishda, ya'ni bu aylanmaguncha boshqa ishlarni qilib tursanglar bo'ladi degani. Xo'sh, o'sha chiqdi. Bizda Rossiya regionida qoldiramiz. Dalay bosamiz. Yuklab bo'lgan, yana yuklayapti. Yana bitta o'zini olib o'qiyapti. Chunki o'sha xo'sh, bunga Rossiya sizlar boshqa joyga belgilashingiz mumkin, o'yinga qarab turib, propustik bizga kerak emas, keyin to'g'rilab olsangiz bo'ladi o'zingizlar alohida qilib. Menimcha ovozim to'g'ri tushyapti va yaxshi yozilyapti degan umiddaman. Mana shuni ishlab turib, botga chiqsanglar boshqa, botga kirsa boshqa rangda. Yeni kutamiz. Ders kutamiz deydi-ku. Xo'sh, ko'rishingiz o'sha выключать устроиться bo'pti. Endi xo'sh, so'zini aytsam, bu aynan olib zakuska qo'yish juda ko'p vaqt olar ekan. O'sha gap ungacha ishlarni turasizlar bo'ladi, boshqa ishlar turgan bo'lsa, yo boshqa notebooklar bo'lgan bo'lsa, undan ham boshqa ishlarni qilib tursanglar bo'ladi bemalol. Va bu hali aylanishda davom etyapti. Еще терпение. O'sha подойдите. Atayimsan yuklab bo'ldigan umiddaman. Bittadan ko'p aylantirib oladi lekin. Вот, уже ищешь. Привет. Yozuv bir yengillik chiqdimi bir sразу kirib ketaman deb kutdim. Yo'q, yana ozgincha kutib derkan, sabr yaxshilikchi derkan. Вот, mana. Bosdik. İşimiz bo'lgani uchun. Bu eng qo'shimni buni kiritish mumkin. Mana bu avtomatik uchet zapisi bosib, sразу kiritish bosib olamiz. Aka 5 oldi. Masalan, menga bu narsa kerak emas deydi. Ya'ni parolsa qo'yish bunaqa deyishdi. Xo'sh. Terus mengklubkan sekali. Dale. Kopni har xil berib ko'ramiz. Berib ko'ramiz. Вопрос, насолоді ці божешки.
Xo'sh, uchinchisi bosimizni bosamda xo'sh Windows qilamiz. Hali o'qib kerak kirituvchi hammasiga har xil bitta shu tarafa bo'lsani berib chiqish kerak endi. Telefon o'zim yaxshimi bormi? Xo'sh. Hammasi qolsin. Xo'sh, nimaga bo'lishini tanlab olish, qo'lning hammasidan foydalanamiz deb biz buni bosib qo'yamiz hammasini. Agar qolasa o'chirib bittani ham bosib qo'yish mumkin, masalan, aslida nima uchun? Привет. Как делать сканер? Вообще. Готов to'g'ri cho'zib ketdi. Azizga kutamiz. Sabrning tagi Oracle Windows'ni ishlatib ko'rish va mana bu ham qilib ko'rishingiz mumkin. Windows 10 shunday 10 Pro ishlaydi bemalol. Windows 10 Pro aytgancha bu xo'sh. Mana shu настройка, uch parametr kirsak ko'rinadi bemalol. Mana AK bo'lib kiradi. Xuddi bir hayotda qanaqa ishlatilgan bo'lsa, xuddi shunaqa ishlataverasizlar. Sistema hammasi narsasi ishlaydi. Bemalol kirib yazikni o'zgartirsa bo'ladi. Pulс bor, u bor. Bu sistema ekran. Xo'sh, display. Shuni kattalashtirish mumkin. Mana kattaroq qilaman desanglar. Mana bemalol kattaroq ishlab ko'rish. Bemalol kattaroq ishlab ko'rish mumkin. Va sizlar bilan bugungi darsimiz tugadi. Sizlarga ma'qul keladigan umiddaman, ya'ni buni ishlatib ko'rish, aniq qilish. O'quv salgina sekin bo'lyapti, lekin ajoyib. Va e'tiboringiz uchun rahmat. Xudo xolasa keyingi videolarni chiqarishga harakat qilamiz, agar yoqsa.